Diqqat! Pensiyaga chiqqan fuqarolar ishlashda davom etishi mumkinmi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoyimizda ko'pchilikni qiziqtirayotgan muhim savolga javob beramiz. Pensiyaga chiqqan fuqaro mehnat faoliyatini davom ettirishi mumkinmi va bu uning pensiyasiga ta'sir qiladimi? Videoni oxirigacha ko'ring, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Amaldagi qonunchilikka muvofiq, yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar mehnat faoliyatini davom ettirish huquqiga ega. Ya'ni pensiyaga chiqqan shaxs xohlasa davlat tashkilotida yoki xususiy sektorda ishlashda davom etishi mumkin. Eng muhimi, fuqaroning ishlayotgani uning pensiya olish huquqini bekor qilmaydi va cheklamaydi. Qonunchilikka ko'ra, pensiya oluvchi shaxs ish faoliyatini davom ettirgan taqdirda ham unga pensiya belgilangan tartibda to'lanaveradi. Shuning uchun pensiyaga chiqqanda keyin ishlashni istagan fuqarolar o'z mehnat faoliyatini erkin davom ettirishlari mumkin. Bu mamlakatimiz qonunchiligida belgilangan qonuniy huquq hisoblanadi, deyiladi xabarda. Siz ham bu ma'lumotni boshqalar bilan ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.